O'rtoqlar, kompaktniy xonadon so'raganlar uchun ideal variantimiz chiqqan Yashnobod Parking Plaza жилой kompleksiga kelganmiz. Bir xona 36 kvadrat, 9 qavatli yangi qurilgan Novostroyka binomiz 5-etajda joylashgan. Kompaktniy xonadon kirib yashashlikka yokida ijara qo'yishlik uchun ideal variant. Hozirda ijarachilar turibdi. $555 dan oyiga ijarachi turibdi ekan. Xonadonga kirish qismi bu tomon ko'rishingiz mumkin. Oyoqdagilar kafel qilingan, yonginasida umumiy kattagina keng sanuzel, to'liq kafel qilingan o'rtoqlar. Bu yog'i katta zal spalnisi, o'zini tashqariga, yo'lni bo'yiga qaragan oynalari bilan, bu tomonda esa oshxona, kuxnyasi. Стиральная mashina, gaz plita, холодильник, mikrovolnovka, hamma mebel texnikalari bor o'rtoqlar. Bundan tashqari qaranglar, tashqariga qaragan o'zini balkoni ham bor. Ko'rganlaringdek. Xo'p, ko'rib turgan har bir mebel texnikalarimiz qoldiriladi o'rtoqlar. Shunaqangi kompaktniy xonadon so'raganlarga ushbu videoni yuborib, videoga like bosishni unutmanglar. Narxga keladigan bo'lsak, narxi bemalol savdolashsang bo'ladi. Raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, bizni kuzatishda davom etinglar.